patentni 2-yilga uzaytirish uchun nima qilish kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, patentni qayta olish uchun ariza, ikkinchisi, pasportingizning notarial tarjimasi, uchinchisi, migratsionniy karta va kopiyasi, to'rtinchisi, hozirgi patentingiz va barcha cheklaringiz, beshinchisi, medpolisingiz va uning kopiyasi, oltinchisi, meditsinskiy zaключение, ya'ni tibbiy xulosangiz, yettinchisi, rus tilini bilishingiz haqidagi sertifikatingiz, sakkizinchisi, ish beruvchingizdan ходатайство, to'qqizinchisi, ish beruvchingiz bilan tuzgan трудовой договорingiz, 10-si, ish beruvchingiz MVDga topshirgan sizni ishga olganligi haqidagi уведомление, 11-si, 3,5 ga 4,5 rasm. Agar shu narsalaringiz bo'lsa, patentingiz tugashiga kamida 10 kun qolganda patentga borib topshirishingiz mumkin.